Assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar. Bugungi tadbirkorlik uchrashuvimizni ochiq deb e'lon qilaman. Bugungi yig'ilish uchrashuvimizni mahalla bankiri Azamjon olib boradilar. Xo'p, kimda nima savollar bo'lsa, marhamat qilib berishingiz mumkin. Assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar. Kimda qanaqa savol, taklif, yechilmayotgan muammolar bo'lsa, navbatda aytsanglar, ijobiy hal qilamiz. Aka, sizda qanaqa masala edi? Ro'zg'or Shahzod namuna foyda 100 million chorvachilikka kerak so'rab keldim. Qaysi mahalla edi? Namuna foyda 100 million so'm, chorvachilikka. Xo'p aka, dokumentlaringizni topshirasiz. Joiz bor bank qilishadi. Ijobiy xulosa berishgandan keyin kredit chiqarib beramiz. Yozib oldim. Hozir kimga kerak odamga uchrashayapman. Sizlarchi? Assalomu alaykum. Men yangi tadbirkorman. Shunga qulayroq kreditlarimizdan bo'lsa, Siz familiyangiz chiqadi? Abdulvohid Sardorbek. Nima yo'nalishda olmoqchisiz? Nima yo'nalish bilan shug'ullanasiz? Hozirda tomoqla boshladik. Issiqxonami? Ha. Nechta olmoqchisiz? 5 million 10 millionliklardan bo'lsa qulayroq. 5 million bo'ladigan bo'lsa, biznesga o'z chiqadigan loyihamizni beramiz. Dokumentlaringizni topshirasiz, ko'rib chiqib, vaqtida topshirsa ham kerakli hujjatlarni bir kun ichida chiqarib beramiz. Rahmat. Sizlarchi? Assalomu alaykum. Men Davlat Muxbirlar Hakimjon Sevari. Ko'chirish yo'nalishi bo'yicha kredit olmoqchi edim. Nechta olmoqchisiz? 30 million. O'zi shug'ullanasiz? Xonadoningizmi? Siz ham hujjatlarni topshirasiz, joiz bor monitoring qilishadi. Doimiy topshirgandan keyin siz ham kredit chiqarib beradi. Rahmat.